Kiyalarimiz. Bunisi kattasi 5 o'rindiqligi, 2 o'rindiqligi, 3 o'rindiqligi desam to'g'riroq bo'lar ekan. Bu shundayda, bu 5 emas, 6 ta o'rindiqli. Ha, bu 6 o'rindiqli, bu 3 o'rindiqli. Kattasi kichkinasi tayyor holatda. Ikkalasi ham pashti yangi. Bunisining narxi 20500, bunisining narxi 21000. Bizda kattasi arzon ekan mana. 20500 ga kattasini olasizlar. Sparkimiz bor. Sparkimiz 2010 Malibu barlarini o'shqatib yasashibdi. Mers deflektorlar qo'yilgan ekan. Nima ishi bor? Ishi yo'q, ha? Вообще ishi yo'q. $4900 ga naqd pulga debdilar egalari. Biz shu narxni o'ziga ham variantga nasiyaga xarid qilishlaring mumkin. Oldindan kuchlaring yetguncha 1,5 ming, 2 ming, ming atrofida to'lovini to'lab, nasiyaga ham bemalol olsalaring bo'ladi. Gaz bormidi? Gaz balovlari bor ekan. Narxi $4900 bo'ldi. Menimcha вообще shikalat narx bo'ldi. Xohlagan variantlaringga olsalaring bo'ladi. Bunaqa variantlarni o'tkazib yormaslik uchun albatta obuna knopkachasini bosib qo'ying. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Chunki bunaqa mashinalar qo'yilishi bilanoq sotilib ketadi.